minus 1 taqsim 5 logaritm 3 asoskura x teng. Buni minusini bu tarafga olib o'tsang nima bo'ladi? Plusi o'tadi. Minus 4 taqsim 5 logaritm x asoskura 3. X taqsim 3 minus 1 taqsim 5 logaritm 3 asoskura x barobar nima bo'ladi? 5 taraf 1 taqsim 5 logaritm x asoskura 3. Ya'ni endi belgilab olsak logaritm x asoskura 3 tengdir. Nima bo'ladi? 2 taqsim 3 minus 1 taqsim 5. Mana buni yozadigan bo'lsak t bu markazga tushadi. 1 taqsim 5 nima o'zi? 10 t markaz beramiz. Minus 3 taqsim 15 ta teng 1 taqsim 5 t. Proporsiya qilyapmiz. 10 t minus 3 teng 3 t kvadrat. 3 t kvadrat minus 10 t minus 3 teng 0. Kesirlar toparlaymiz. 100 minus 12 36 bo'ladi. 64. Yana birinchi, ikkinchi termasi 10 plus minus 8 taqsim 6. 3 bo'ladi. Yana ikkinchi termasi 1 taqsim 3 bo'ladi. T deb logaritm x asoskura 3 ga belgiladik. Bu 3 ga teng bo'ladi. Shunda x kubi bu 3, x o'zi kubi bizosti 3 bo'ladi. Ikkinchisida logaritm x asoskura 3 1 taqsim 3 ga teng. Kubi bizosti x teng bu 3, x'imiz 27. Bu x. Bizdan so'ragan x ni ko'paytirib x. Bu 27 ko'paytirib 3 asoskura 3 bo'ladi.